Hurmatli meni ehsonchilarim, boyvachcha akalarim, qadrdonlarim, opalarim, hozir men Asaka tumani Qoratepa qishlog'i Zavodbo'y mahallasida turibman. 1982-yilda tug'ilgan 3 nafar farzandi bor. Usmonov Rahmonov akamiz jigar sirrozi kasalligi bilan kasallangan. Toshkentdagi laboratoriya xulosasiga ko'ra 63.9% jigari quribdi va shu oxirgi so'nggi 1 oy ichida Hindistonga borib davolanib kelish kerak ekan. Operatsiyasiga $5000 ketar ekan, lekin buni 3dan 1 qismi deyarli shu jamg'arma yo'llardan yig'ilgan ekan. Qolgan yig'ilishiga qo'ldan kelgancha yordam qilib olsak, juda ham yaxshi bo'lardi. Aka, xalqimizga nima fikrlaringiz bor o'zingiz? Murojaatingiz. Yordam berilsa, Xudo xolasa duoda bo'lamiz. Nima deyishni ham bilmayman endi. Iloji boricha yordam qilinglar, ehsonparvarlar. Aka, albatta yordam qilishadi, chunki shu paytgacha bizni obunachilar uyaltirib qo'yishmagan. Siz ehson qilishga sharoitingiz yo'q bo'lsa, ehson qilishga sharoiti bor bo'lgan tanishingizga, yaqiningizga shu videoni tashlab qo'ying. Ehson qilsa, ular bilan bir xilda savob olish imkoniga ega bo'lasiz. Keyin birgalashib akamiz oyoqqa turgizib olaylik.